G'alati maxluqlarning kaltak top musobaqasi. Qaltis, Govo, topni yana kirgizib Markes, bu topni faqat to'syamayapman. Qaraganda, sen kichik o'g'ashqa, varta sana bek cho'ng o'p qapti. Yoki bo'lmasa, o'zimni ichkiga gov qo'yasam, birisiga qaraganda yaxshiroq bo'ladi-ku deyman. Endi topni kirgizamaysan, Markes. Yanıla bir govu, ikki govu qaraganda yaxshiroqkan. Chiqroq ekran doim govuni qo'rqitib yetadi. Chiqroq ekran. Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj bo'lib yetibdi. Qayerda g'alati maxluq yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika paydo bo'ladi. Bu aqlat g'alati maxluq ekan. Yaxshimizlar g'alati maxluq matematika atirdidilar. G'alati maxluq. Sizga qanday yordamimiz kerak? Bugun biz ko'chada kaltak top o'ynamoqchi bo'lgan esinglarmi? Albatta esimizda bor. Biz to'xtamay mashq qilyapmiz. Yaxshi eslardan so'ramoqchi bo'lgan savolim bor edi. Tortilmay so'rang, axlat g'alati maxluqi. Men guruhga qanday ayirishni bilmadim. Ansirmang aqlat g'alati maxluqi. G'alati maxluq matematika atirdigilar masalangizni hal qilish berdi. Bak yaxshi bo'ldi. Asal turib ko'rishaylik. Kaltak top o'yinining a'zolarini qanday qilib guruhga ayira olamiz? Biz cho'qim g'alati maxluq matematika o'qimidan foydalanib balqa olamiz. G'alati maxluq matematika hukmi har qanday masalani hal qila oladi. Albatta, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Sizning g'alati maxluq matematika atirtiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartni so'ziga muhtoj. O bizning vazifani o'rganishimizga yordam berdi. Raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartni so'zi bo'lsa, ayirish. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tangladinglar. Biz birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Ayirish. Hozir demaysan Govo, kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganda andinligin. Men bekdet. G'alati maxluq matematika atirtirkilar, kaltak top o'yinini o'ynayib boraylik. Teşlikmi axlat g'alati maxluqi. Biz birlikda g'alati maxluq kaltak top o'yinini o'ynaylik. Aldi bilan guruhga qanday ayirishni o'ylashib olaylik. To'g'ri, unutib qoptiman. Men qarab baqay, hozir bu yerda 1, 2, 3, 4 g'alati maxluq bor ekanmiz. Shunga biz 4 guruhga bo'linaylik. To'g'ri. Men Govo guruhi bo'lay. Lili guruhi. Max guruhi. Axlat g'alati maxluq guruhi. Ko'pchilik, sizlar g'alati maxluq kaltak topni o'ynashga tayyor bo'ldinglarmi? Tayyor bo'ldim. Tayyor bo'ldim. Bo'ldi. Demakchi tayyor bo'ldim. Axlatchiligimning ichida to'p emasmi? Bu emas. Bu emas. Bu emas. Topdim. G'alati maxluq to'pi. Men ko'chada o'ynagan kaltak top o'yinini pek yaxshi ko'raman. Men o'ray. Urammidim. Lili topni kirgizyapti. Men bir numaraga erishdim. Biroq, u mening vartarimda. Unda emas. Sening vartaring. Amisa, mening vartayim-chu. Biz 4 guruh bor, biroq vartay 2. Ko'pchilik vaqtincha to'xtaylik. Bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Har bir guruhning vartasi bo'lishi kerak. Biroq 2 varta bor. Undaqda biz 2 guruh bo'lsak bo'ladi. 4 guruh a'zolari, 2 varta. Biz qanday qilishimiz kerak? Sizlar raqamli g'alati maxluqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maxluq maxfiy ko'rsatmasini deyishimiz kerak ekan. Ayrish, ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Undaqda biz birlikda deymiz. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Ayrish. Qaranglar, muvaffaqiyat qozondik. G'alati maxluq matematika ko'rish ekrani keldi. 6 g'alati maxluq arqam tartish musobaqasi qilmoqchi. Ular 2 guruhga bo'linsa, anda musobaqa olib boralaydi. Har bir guruhda qancha g'alati maxluq bo'lishi kerak? Ularni bilishimiz uchun ularni guruhga ayirishimiz kerak. Ularni 2 guruhga ayirish uchun munda qilamiz.
birinchi g'alati maxluq sol tarafga boradi. Ikkinchi g'alati maxluqi o'ng tarafga boradi. Keyingisi sol tarafga boradi. Uning keyingisi o'ng tarafga boradi. Uning keyingisi sol tarafga boradi. Eng oxirgisi o'ng tarafga boradi. Sol tarafda 3 g'alati maxluq bor. O'ng tarafdami 3 g'alati maxluq bor. Ikki guruhdagi odam soni teng bo'ldi. Endi musobaqani boshlasak bo'ladi. Rahmat sana matematik ko'rchi ekrani. Biz odamlarni ikki guruhga ayirish usulini bilib oldik. Ayrish bo'lsa matematik so'z bo'lgandan keyin biz birlikda matematik bilimlaridan foydalanaylik. Oy! Biz qanday qilsak ikki guruhga ayrilgan bo'lamiz. Men qarab baqay. Hozir biz 4 odam. 1, 2, 3, 4. Ikki guruhga ayirish uchun har bir guruhga qancha odam bo'linsa bo'ladi? Bo'ladi. Biz matematik ko'rsatish ekranida ko'rsatilgan usul bo'yicha guruhga ayraylik. Men bir siziq sizay. Birinchi guruhdagi odam bu tarafda tursin. Men baray. Men birinchi guruh a'zosimi? Bo'ladi. Endi ikkinchi guruhdagi odam bu yerda tursin. Men baray. Men ikkinchi guruh a'zos bo'lay. Nayt yaxshi. Menga keldi. Men o yerda turay. Men go'lan birinchi guruh bo'lay. Biz birinchi guruhga. Birinchi guruhga g'ayrat qilaylik. Navbat men ketdi-da. Men bu yerda turay. Lili, siz bilan bir guruh bo'lay. Va, biz ikkinchi guruhga. Biz qila oldik. Biz ikki guruhga ayrildik. Odam soni teng bu sanab baqayli. 1, 2. Birinchi guruhda 2 odam bor. 1, 2. Ikkinchi guruhda 2 odam bor. Ikki guruhdagi odam soni teng. Qaltis bo'ldi. O'yinni boshlaylik. Menimcha g'alati vaqtli kaltak to'pim o'ynashga tayyor bo'lgandek turdi. Men qaytirib-ba. Men uray. G'alati vaqtli kaltak to'p o'yini haqiqatan ba qiziqarliqga. Bir top kirgizdik. Bu mening kaltak top tayiqim. Bir numar yaxshi kirgizdingiz, axlat g'alati maxluqi. Hey, nimada qaranchurin qilasizlar? Beshimni og'irtib, kayfiyatimni tushirib qo'ydinglar. Chus mijaz Chango apandi kapti. Chus mijaz Chango apandi doim terikib yuriydi. Hey, sizlarcha chusmijaz Chango apandimi biz bilan birga kaltak to'p o'yini o'ynasa qanday qaraysizlar? Harakat qilsam, teg'im tarsa olishib ketaman. Biroq siz mushundaq yurishni yaxshi ko'radigan tursangiz, chusmijaz Chango apandi. To'g'ri, menmi yaxshi ko'raman. Ma'qul. Amsi menmi o'ynay? Bizning guruhimiz qo'shilsangiz bo'ladi. To'xtanglar, bunda qilsak ikki guruhdagi odam soni teng bo'lmay qoladi. Sizlar uchun odam soni teng bo'lamdi? Sanab baqayli. 1, 2, 3. Birinchi guruhda 3 odam bor. 1, 2. Ikkinchi guruhda 2 odam bor. Odam soni teng emas. Birinchi guruhda 3 odam bor. Biroq ikkinchi guruhda 2 odam bor. Bunda bo'lsa adil bo'lmaydi. Unda emas-da, bo'ladi. Buning mo cho'qim amali bo'ladi. Amal topsak birlikda o'ynay olamiz. Biroq qanday qilamiz? Sizlar raqamli g'alati maqtuqni ko'rdinglarmi? Demak biz birlikda g'alati maqtuq maxfiy ko'rsatmasin deyishimiz kerak ekan. Ayrish. Men 3 kishi sanayman. Boshlanglar. 1, 2, 3. Ayrish. Tezroq, biz matematika ko'rsatish ekrani qarab baqayli. Ikki g'alati maxluq bolalarning orasida tuxumchilik cho'nliqda lay bor. Lay o'ynaydigan vaqtmi bo'lib qoldi. Birinchi g'alati maxluq layni ilib o'ynadi. Ikkinchi g'alati maxluqning mo shundaq o'ynag'isi keldi. Shuning bilan bu ikki g'alati maxluqlari talashishga boshladi. Talashaverib layni ikkiga bo'lib o'tdi. Layni ikkiga bo'lib o'tgandan keyin xushal bo'lishib ketdi. Hozir ikkilisida o'xshash cho'nliqda lay bor. Ular teng o'ynaydiganligidan bakli shatlandi. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rsatish ekrani. Menimcha matematik ko'rsatish ekrani bizga ma'lum narsani ikkiga bo'linglar dedimikin. Biroq biz nimani ikkiga bo'lib, ikki guruhdagi odam sonini teng qilamiz. To'xtanglar, men qanday qilishni bildim. Go'vo, biz g'alati maxluq matematik tajribaxonasida nima ish yuz berganligi esingda bormi? Esimda. Amasa yana bir qatim kelaylik. Men bildim. Ishqital go'vo bo'laman.
bir govo ikkinchi guruhga qo'shilsin. Yana bir govo birinchi guruhga qo'shilsin. Hozir ikki guruhdagi odam soni tang bo'ldimi? Qancha odam borligini yana bir sanab boqayli. Birinchi guruhda 1, 2, 3 xaliti maxluq bor. Amsa bu guruhda 1, 2, 3, 3 bor. Bek yaxshi oldu. Grup a'zolari tang nisbatda ikkiga ayrıldı. Biz birlikte kaltak top oyunu oynaylik. Oy! Bu top meningki, men bu yerda. Mangba. Men top kirgizay. Yaxshi kirgizdingiz. Onda bir kere işte. Yaxshi qildinglar. Matematika atirtidiklar. Biz odamlarni guruhga tang ayirib, kaltak top o'yinini yaxshi o'ynay oldik. Biz ayrishga munosabatli bilimni o'rgandik. Shunga albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish yo'rtayli. Hamsi 3 sanayman. 1, 2, 3. Oy! Biz matematika bilimini g'alaba qildik.